Kutilyapti, ha? Nima gaplar? Tinchlik o'zida nima gaplar? Xudoga shukr sekin. Boshlaramizmi yo kutaylik? 8 minut hali vaqtimiz bor ekan. 8gacha gaplashib tursak bo'ladi. Kimdir kirib qolar. Kirmasa ham Hop, chiqadi. mana hozir notebookimni olsam, sal anaqa. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi axir? Hali unaqa basmi? Eshitilyapti tiniq. Nima? Просто nima bo'lyapti ekanda, mana MacBookimni mikrofon nimagadir ishlamasdan hozir iPhone oldim. Hop, Bo'lmasa Samandar yaxshimisiz? yaxshi. Bloglarni ham cho'tki yurg'izayapsiz, havas qilyapman. Siz ham. Havas qiladigan emas u, lekin harakat qilyapmiz. Yo'q, mamnisa nima desa bo'ladi? Nimadan o'tib oldingiz-da? Endi qanday chiroyliroq aytsa bo'ladi hali. Parogidan, chegaradan. P bilan keladigan bitta so'z bor, o'shani ham hali Tushundim, ancha-muncha. his qildim. Ha? Tushundim nima. Ha. O'shdan o'tib oldi endi. Rostdan. Yog'ini bilmadim. Toshkentdamisiz, Samandar? Ha, Toshkentda. Agrobankdan chiqib ketdingiz. Agrobankdan Ipak yo'liga o'tib ketyapman. Uni anons qilmaysizmi hali hamma? Yo'q. Ipak yo'lini lekin anaqasi kuchliroq deb o'ylayman men. Tek komandasi, prilojeniyalari ham yaxshiroq ishlaydi. Yaxshiroq Agrobankga. Keyin anaqa innovatsion yechimlari ham bor, misol uchun bankomatdan QR kod bilan kartasiz pul yechib olish. Chat ko'rganmiz shu ana funksiyasini, misol prilojeniyasiga kirib turib, QR kod skanerida bankomatda QR kod skaner qilib turib, pul yechib olishingiz bo'ladi. Zo'r, udobniy narsa. Ha, Zumradda chiqqanda ishlatib ko'rdim. Tez QR degan narsa bor edi. Bankomatlarni qo'llab-quvvatlarimda? Ha. Bu menimcha hamma banklarda bo'lishi kerak. Tez QR Bilmayman, degan men narsasi bor edi. misol Milliy bank asosiy ishlatadigan bankim, Milliy bank edi. Milliy bankda unaqa narsa yo'q, to'g'risini bilaman. Anaqada Ipakda bor edi. Keyin SQB bankda ham hozir ishlatyapman. Unda ham ko'rmadim. Balki bilmadim.
Zapis YouTube'ga qo'yiladi. Buni keyin Ha, YouTube'ga qo'yaman. bo'laveradi. Sekin boshlayveramizmi bo'lmasam? Samandar, zapis yoqib qo'yasizmi? Ha, yoqib qo'ydim, boshlayveramiz. Xo'p, bugun startaplar to'g'risida gaplashmoqchiman. O'zimni kichkina bo'lsa ham shu tajribamdan kelib chiqib, qanday qilib o'zi asosan anaqa programmistlarga qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Shu gapirayotgan gaplarim nimaga? Chunki o'sha o'zim ham yoshligimdan shu dasturlashga qiziqib, shu programmirованiyani o'rganib, qanday qilib saytlarni, mobil ilovalarni yasashni bilib olganimdan keyin hamma tabiiyki hamma programmistlarda xohish tug'iladi katta kompaniyalarga kirib ishlash. Misol uchun hozir ham ko'pchilik bu narsani orzu qilib yurgan bo'lishi mumkin. Google yoki anaqa kattaroq kompaniyalarga kirishdi. Menda ham shunaqa orzu bo'lgan. Balki to'g'ri qilganman, balki noto'g'ri qilganman. Endi undan ham o'zi shu nima desa bo'ladi. Google, Facebook'larga tayyorlanishdan o'rniga men o'zim nima qilaman? Men Google, Facebook'ga kirib, o'zimni shu kichkina bo'lsa ham Google, Facebook'imga o'xshagan produkt qilsamchi degan narsa paydo bo'lib qolgan. Endi o'sha har xil proyektlarni qilishga harakat qilib yurganman. O'sha birinchi produktlar men universitet payti asosan mana aniq qilgan bo'lsam, shunaqa qilarkan, o'rgatib qo'ying ketganlarga. Universitet paytlari qilgan bo'lsam, endi o'sha 2018-19-yilga borib taqaladi. Birinchi jiddiyroq proyektlar. Endi men shu yo'l tanladim. O'zim produktlar qilishni yo'lini o'ziga yarasha minuslari bor. Hozir shular bo'yicha gaplashamiz. Qanday munosabat keldim. Nima bo'ldi? Hozir menda bitta prezentatsiyam bor edi. Shuni beraman. Umid qilaman ko'rinyapti ekranim. Samandar, yaxshimi? Ekraningiz ko'rinmayapti lekin.
Ko'rmadim. Man she'r qilib turishim mumkin. Yo'q, yana bitta ko'rinyapti. Ko'rinyapti deyishyapti. Samara Ko'rinyaptimi? ko'ringchi. Menga ko'rinmayapti. Mush katta qilib olgandir Samandar ana. Ekran ko'rinayotgan bo'lishi kerak lekin. Hop. Boshqatdan bitta o'chib qo'yaman har ehtimolga qarshi. Hop. Endichi, endi yana bitta ko'rinayotgan bo'lsa, ko'rinyapti deb aytib yuborsalar yoki yozib yuborsalar. Ko'rinyaptimi qolganlarga? Menga ko'ryapti. Bo'ldi. Hop. Ozgina o'zim haqimda man Braille Recognition degan mobil ilova ishlab chiqarganman. O'sha universitetda 2-kurs paytim bu g'oya kelib qolgan. Braille bu ko'zi ojiz odamlar o'qish, yozish uchun ishlatadigan alfabet ham bo'ladi. Unaqa nuqtalardan tashkil topgan bo'ladi. Mana hozir yana tushunishlarning oson bo'lishi uchun mana rasmlarni ko'rsataman. Mana shunaqa qilib ko'zi ojiz odamlar o'qishadi va yozishadi ham. Chunki Braille'da o'zini qurilmasi bor. Mana rasmni keltirilgan. Mana shu qurilmalar bilan ko'zi ojiz odamlar Braille'chada yozishadi. Men nima qilganman? O'sha Braille'cha yozuvlarni taxminan mana shunaqa ko'rinishdagi yozuvlarni sun'iy intellekt bilan o'zim o'sha object detection model o'qitganman va shu bilan ilovada bitta rasmga yozsangiz Braille'chadagi yozilgan narsani uni tarjima qilib beradigan programma qilganman. Bu kimga kerak deydigan bo'lsalar, eng katta use case'lar bu o'qituvchilar. Tasavvur qilinglar, o'zi umuman ko'zi ojiz odamlarga alohida maktablar bor. Bu yerda Braille'chada hamma o'qitiladi. Spetsialniy texnopedagog o'qituvchilar ko'zi ojizlarga dars beradi. Universitetlar bo'lsa yo'q, ular uchun alohida. Shuning uchun ko'zi ojiz odamlar o'qimoqchi bo'lsa, oddiy universitetga kirish kerak. Bu yerda muammolar boshlanadi. Nimaga? Chunki o'qituvchilari Braille'chani bilmaydi, даже guruhdoshlari ham bilmaydi Braille'chani. Agar qanaqadir kitob o'qiyotgan bo'lsa yoki nimadir yozib, misol uchun ilmiy ish yozgan bo'lsa yoki qanaqadir yozma ish qilib kimdirgadir ko'rsatmoqchi bo'lsa, u odam Braille'chani bilmasa, bo'ldi, shu muammo. Biz programma shu muammoni hal qilib beradi. Ikkinchi yana asosiy use case'lardan bittasi bu ota-onalarga bolalarini o'sha dars qildirish payti yordam beradi. Ya'ni misol uchun aytaylik, o'qituvchisi 64-betlik 7-topshiriqni bergan bo'lsa, misol uchun ota-onalar Braille'chani bilmasa, o'sha kitobda o'sha betini ocha olmaydi hamda даже. Biz programma o'sha muammoga hal qilib beradi. Ya'ni ota-onalar rasmga olib nima deb yozilganini tarjima qilib olishlari mumkin. Programmamizni hozirgi kunda 30 mingga yaqin aktiv foydalanuvchilari bor va yuklab olishlar soni 100 mingtadan oshiq yuklab olish soniga ega. Har xil kompaniyalardan 50 mingdan oshiq biz pul jalb qilganmiz loyihamizga shu kungacha. Vысшая школа экономики bizga pul bergan birinchi ishongan anaqalardan tashkilotlardan, keyin bizga Yandex pul bergan, Astana Hub Battle'da finalga chiqib qo'lga kiritganmiz Yandexdan. Undan tashqari o'tgan yili bo'lgan, o'tgan yil emas,
2024-yil dekabr oyida bo'lgan, oxirida President Tech Awards degan tanlov bo'ladi. O'sha startaplarni tanlovi O'zbekistondagi, manimcha O'rta Osiyodagi eng katta desam ham adashmayman, chunki 1 million prizoviy fondi bor bu tanlovni. Ya'ni siz ham o'zingizni startapingizni ertaga olib chiqib, o'sha 5 ta yo'nalishdan bittasiga qo'yasiz. Har bitta yo'nalishda 3 ta prizovoy o'rin bor. Birinchi o'ringa $100,000 pul beradi. Bu juda ham katta anaqa pul. 3-o'rinni olganmiz. Biz o'shanga ham $30,000 bizga pul berishgan. Bu ham grant puli hisoblanadi. Hech qanaqa foiz bermaysiz. Bu pulni qaytarib berish ham kerak emas. O'sha maqsadli ishlatasiz, KPI'lar qo'yib berishadi. O'shalar bo'yicha ishlatishingiz kerak bo'ladi pulni. O'shanda bizni programmamiz, shu Braille Recognition programmamiz Digital Technologies in Social Sphere, ya'ni sotsial yo'nalishdagi, ijtimoiy yo'nalishdagi raqamli texnologiyalar yo'nalishida 3-o'rinni olgan. Mana o'sha rasmda o'sha men jamoam bilan IT Parkda direktori turibdi, bitta juri a'zolari ham ko'rayotgan bo'lsalaring, o'zi bebas bular. Har xil davlatlardagi katta kompaniyalardan ekspertlarni jalb qilishadi, чтобы maksimalni shaffof bo'lsin, tanish bilish bo'lmasin, ularni sotib olish почти imkonsiz. Menimcha ham misol uchun yaxshi bo'lgan deb o'ylayman. O'tgan yil ham mana bu yil ham bo'ldi. Natijalarni e'lon qilish har yilda oxirida bo'ladi. Yilda mart oylaridami start beriladi. Narigi yildagisiga qanaqadir g'oya qilib, MVP qilib qatnashsalaring bo'ladi sizlar ham. Asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, shu aytganimdek programmistlarga ko'proq qiziq bo'ladi. Men o'ylaymanki, programmistlik bu anaqa super kuchda zamonaviy dunyodagi nimaga? Chunki hammani qo'lida telefon bor. Sizni super kuchingiz, programmistlar super kuchi nimada? Ular o'sha odamlarning telefoniga qanaqadir bitta anaqa nimasi bo'ladi. Muammoni yechimini solib qo'yishi mumkin. Xuddi men misol uchun o'sha ko'zi ojiz odamlarni o'qituvchilari bilan ota-onalarini telefoniga o'sha Braille Recognition ilovam bilan ularning muammosiga yechim ham solib qo'yganimdek. Buning uchun menga hech qanaqa katta pul talab qilmagan, faqat o'sha bilimim, vaqtim ketgan xolos. Chunki menda o'sha hamma hard skilllar bor edi. O'sha object detection modelni ham o'zim o'qitganman, programmani ham o'zim qilganman. Shuning uchun ham shunaqa gap bor, o'zi programmist bo'lib turib, o'zini startapini qilmaslik, bu mandarinni archib turib, faqat po'chog'ini yeyish bilan barobar degan gap. Endi buni o'sha programmistlikka yaxshi o'qib, zo'r programmist bo'lib turib, qaysidir Google'da ishlab, o'sha yerda qariguncha ishlab qolib ketish, menimcha o'sha super kuchdan ratsional foydalanmaslik deb hisoblayman. Mana buni qachon men tushunib yetganman? Universitetda o'qiyotgan paytim o'sha Severo-Kavkazskiy federalniy universitetda o'qiganman. Rossiyada, o'sha Shimoliy Kavkaz tarafda, Krasnodar tarafda, u anaqa Stavropol degan shaharda u universitet. Universitetimizni mana shunaqa platformasi bor edi. Agar O'zbekistondagi studentlar bo'lsa bilishadi, Hemis degan platforma bor. Xuddi o'shanga o'xshagan, faqat kompyuterdan kirsangiz qulay edi buni ishlatish, telefondan kirsangiz juda ham noqulay edi. Majburan raspisaniani ham har xil tarafga scroll qilib keyin ko'ralardingiz. Men srazi Play Marketdan anaqa programmasi bormikin deb e-kompyuterskiy food yozganimda hech nima chiqmagan. Ilovasi bo'lmagan, faqat veb-sayt bo'lgan. Veb-saytida login parolingizni terib har safar kirishingiz kerak edi. Запомнить меня, meni eslab qolish degan galchkani bosib qo'ysangiz ham sizni sessiyangizni chiqarib yuborardi 24 soatda. Shuning uchun ham noqulay edi. Keyin men buni ilovasini ishlab chiqish ideyasi kelgan. O'sha 2019 yil dekabrida men eCampus and Food degan programmani Play Marketga chiqarganman.
mana hozirgacha bor Play Marketda bu ilova. 10 mingtadan oshiq anaqa yuklab olishi bor. Play Marketda o'zida adashmasam bu 20 mingdan oshiq hozirgi kunda. 4.2 оценка и mana chiqarilgan yili 2019-yil 23-dekabrda chiqqan ekan programma. Men sentyabrda o'qishga kirganman. Oktyabr, noyabr, dekabr. 3 oyda MVP'sini qilib chiqarganman ilovani. Juda ham tez foydalanuvchilarni yig'ib olganman. O'zimni gruppadoshlarim bilan chatimiz bor edi. VK degan sotsial tarmoq bor, Rossiyada rosa populyarni. O'sha yerga tashlaganman. Keyin odamlar bir-biriga tashlab, talabalar endi hammasi bitta joyda. Shunaqa bo'lib ommalashib ketgan bu ilova. 3 kun ichida 1000 ta, bir haftada 5000 ta yuklab olish bo'lgan. Faqat universitetimiz ichida bo'lganligi uchun tez tarqab ketib qolgan. Programmani chiqarganimda universitetim sразу men bilan aloqaga chiqqan, уже ya'ni nima zo'r narsa qilsan, hamkorlik qilaylik, bizga ber programmani deb anaqa qilishgan. $200 oylik taklif qilishgan. Menga u anaqa taklif yoqmaganligi uchun men o'zim programmani rivojlantirishga qaror qilganman. Ichiga reklama qo'yib. Hozir ham reklama bor ilovada, o'sha bannerni reklama chiqib turadi. O'shunda men tushunib yetganman, to'g'ri foydalanuvchilar ko'p, har kuni kirib ishlatishyapti. Demak, men ularning qaysidir muammosiga yechim qilib berdim ilovam orqali, ya'ni o'sha o'zining akademik ma'lumotlariga studentlarni qulayroq dostуп ochib berdim. Shunda men tushunganman, to'g'ri уже hozirdan men produktlar qilsam bo'ladi, kutib o'tirmasdan. Google'da ishlashimni, opit yig'ishimni. Yana bitta переломный moment, o'sha men juda ham ichimda g'alati, hali his qilib ko'rmagan tuyg'ularni uyg'otgan narsa bu. Men darsimga chiqib ketyapman, liftda chiqqanimda mendan tashqari yana boshqa talabalar ham bor edi. Hammasi programmamni ochib turib, meni programmamni ochib turib, va zo'r chiqdi-da mana shu programma, haligi даже MGUda ham bunaqa qulay bas programmasi deyishganda men vashi maza qilganman. Ular bilishmagan, to'g'ri men programmani yasaganimni, просто hali nima deydi, eshitib qolganman shu gaplarni. Juda ham haligi sizni produktingizni maqtashsa bu boshqacha ощущение bo'ladi. Kimdirga yordam berayotganini his qilsangiz ham juda ham boshqacha. Universitetim bu programma bilan olishga harakat qilgan. Mana hozir ham kirib ko'rsangiz bo'ladi. ecampus.ncfu.ru degan sayt. Mana o'sha bu hali ham shu universitetimiz naqasi, platformasi. Mana bu yerda captcha paydo bo'lib qolgan, ko'rayotgan bo'lsalaring, 3-1 to'g'ri deb yozsalaring, keyin sizlarni qabul qiladi. Bu ham meni ilovam chiqqandan keyin paydo bo'lib qolgan. Ilovamni anaqa ishlashini buzib qo'yish uchun men juda ham elegant yo'l tutganman. Sразу mana shu captchani foydalanuvchining o'ziga chiqarib qo'yganman ilovamda. Foydalanuvchilarim o'sha 3-1 o'sha captcha chiqsa, captchani programmada yechib berishadi. Programma o'sha saytda bakendiga tayyor yechilgan captchani jo'natib beradi. Shu darajagacha borganki, anaqa mana 2000 mana shu e'lon qachon chiqqan ekan? Mana 2023-yil 25-dekabrda bunaqa e'lon chiqqan universitetimiz saytida. Уважаемые студенты, не используйте приложение Campus. Hurmatli studentlar, eCampus degan ilovani ishlatmanglar. Shu eCampus SKFU nomli Google Play App Store'dagi ilova universitetimizga hech qanaqa aloqasi yo'q deb anaqa universitetimiz yozib chiqqan. Bu meni programmam edi. Shu foydalanuvchilarni anaqa qilish uchun, hali programmadan anaqa uzib qo'yish uchunmi, shunaqa nima qilgan, lekin bu menga plyusga ishlab ketgan. Naborot, mana shu e'lon chiqqandan keyin meni foydalanuvchilarim o'sha kunda o'zida
200 tami 300 ta yangi foydalanuvchilar yana qo'shilgan. Keyin ertasi kunlari ham shunaqa trend bo'lgan. Işte programmani ko'proq odam ko'chirib olgan. Ya'ni bilmagan odamlar ham o'sha ko'chirishni boshlashgan programmani. Qiziq narsa bo'lgan shunaqa. Iya shunaqa programma bormi deb olishganda. Shunaqa programma bormidi deb turib yuklab olishganda. Shunaqa qiziq narsa bo'lgan. Mana bitta ham prezentatsiyani ko'rsatganman. Programmam mani o'sha paytda o'sha foyda keltirishni boshlagan. Hozir ozgina shu raqamlar bilan ham aniq qilaman. Bu statistika adashmasam bu prezentatsiyani sentyabr oyida qiluvdim o'tgan yili. Anaqa uncha ko'p bo'lmadi. Misol 5-6 oy oldingi prezentatsiya. Menda 12 mingta aktiv foydalanuvchi bo'lgan ekan o'sha oyda. Endi sentyabrda o'zi endi o'qish boshlanadi. Shuning uchun pikiga chiqmagan. Adashmasam 15 ming, 16 mingda atrofida hozir aktiv foydalanuvchilar. Mana total new installs, ya'ni avgust oylarida mana 1-sentyabrda 2000 ga yaqin odam skachat qilib olgan ekan ilovani. Keyin yangi foydalanuvchilar bular birinchi kursdan kelgan bolalar adashmasam skachat qilishgan. Batda mana qiziq grafik. Bu mana 30-avgustdan 6-sentyabr 2025-yilgacha bo'lgan ilovami daromadi bir haftalik. O'shanda ham 30-avgust, 31-avgust, 1-sentyabrda programmam deyarli ishlamagan va 6-sentyabrda, chunki 6-sentyabr menimcha katta ehtimol bilan shanba yoki yakshanba kunga to'g'ri kelgan. Ilovani anaqasi ham shunaqa grafik bilan, misol dushanbadan boshlab yaxshi ishlaydi, shanba yakshanbada tushadi. Mana ko'rishingiz mumkin, 2-sentyabr kuni $28 bir kunda ilovam topgan ekan reklamani orqasidan menga. O'sha haftada $100 topgan ekan. Hozir kunda o'sha Rossiyadagi programmam oyiga o'rtacha $400 atrofida anaqa pul olib keladi. Bitta universitetda o'zi unda men o'ylaganman masshtablashtirishdi. Qiyin masshtablashtirish rosa ham qiyin anaqa bo'lgan, proyekt bo'lgan. O'shunda men tushunganman, to'g'ri auditoriya juda ham katta bo'lsa, katta bo'lishi kerak. Shunaqa anaqa tanlash kerakki, bozorni tanlash kerakki, shunaqa nishani tanlash kerakki, erta foydalanuvchilar ko'p bo'lishi kerak ekan degan xulosani qilganman. Yana bitta proyektimda bu xatolikka yo'l qo'yganman, braille recognitionda ham. Misol uchun ko'pchilikni ko'zi ojiz tanishi ham yo'qda, hatto anaqa deyarli. Unda ham shu xatolikka yo'l qo'yganman, anaqa kam, rosa ham. Auditoriya rosa ham kam rynokni tanlab olganman, lekin braille recognition anaqa qanaqadir ma'noda unikal yechim bo'lganligi uchun hozir men bemalol aytalaman, o'sha braille tarjimonlarining ichida braille recognition eng anaqa advanced deyalaman. Shu birinchi kirganim uchun juda ham anaqa yaxshi ishlaydi aniqligi, foydalanuvchilar ham eng ko'pi bo'lsa kerak, Play Marketda ham, App Store'da ham ko'rsalaring. Mana bu ozgina anaqa insight. Rossiyada shu 12 mingta foydalanuvchi bilan bemalol oyiga $400 pul topadigan programma qilsa bo'ladi. Tasavvur qilinglar, 100 mingta, 1 millionta anaqa aktiv foydalanuvchisi bor applar qancha pul topadi reklamani o'zidan. Misol siz tekinga ishlatsangiz ham ular juda ham gigantskiy pul topadi. O'zi umuman o'sha reklama bilan monetizatsiya qilish bu juda ham anaqa nima desa bo'ladi, katta pul olib keladigan anaqa monetizatsiya turi. Birinchidan foydalanuvchilar pul to'lamaydi, ularga qiyin emas, har kuni ishlataveradi. Ikkinchidan siz ulardan reklama ko'rsatsangiz foyda ko'rasiz. Misol uchun Google ham xuddi shu monetizatsiya metodini ishlatadi. Misol YouTube'da biz bepul ko'ramiz, lekin O'zbekistonda u narsa chiqmaydi reklama, lekin boshqa davlatlarda YouTube'da o'zini anaqa partnyorskiy reklamalari bor, o'shalar chiqadi. Misol uchun Google'da poyist qilganimizda ham qanaqadir kontekstli reklamalar chiqarib beradi bizga. Birinchi, ikkinchidagi
ani topdagi anaqalar punktlar reklama punktlari bo'lishi mumkin. Shundan pul qiladi. Hop, endi asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, qanday qilib startap boshlash? Agar programmist bo'lsangiz, bu uncha qiyin emas. Sizga asosiy kerak bo'ladigan narsa bu o'sha g'oya kerak bo'ladi. Birinchi qadam muammoni topish. Eng zo'r muammo bu o'zingiz anaqa duch kelayotgan muammo hisoblanadi. Mana E-kampusim mani eng uspeshniy proyektim desam bo'ladi. Braille to'g'ri, misol uchun ko'proq odam ishlatadi Braille recognition'ni. Lekin mani birinchi o'sha mindsetimni o'zgartirgan proyekt, misol uchun o'zim programma qilib turib, birinchi misol $100 o'sha Google Ads'dan, Google AdMob-dan yechib olgan paytim tushungan narsani o'sha E-kampus olib kelgan, o'zimni muammoyimga yechim qilib berganman. Boshqa gruppadoshlarim, universitetimda o'qigan boshqa odamlar ham o'shani ishlatishni boshlagan. Bu juda zo'r anaqa muammo hisoblanadi, o'zingizni nuqtangiz bo'lsa. Lekin bu haqiqiy muammoligini aniq qilishingiz kerak, test qilishingiz kerak. Shunchaki fantaziya basligini. Bunda Braille Recognition degan proyektim dedim. Uni boshida menga umuman qiziq tuyulmaganda, bu anaqa nima desa bo'ladi, o'zi bu muammo bormi, nima keragi bor o'zi, Braille'chani tarjima qilish degan savollar uyg'ongan. Boshida qilmay yurganman-da 1 yilcha. Bu ideya kelganda ham. Keyin o'sha universitetimizda o'sha anaqa bo'lgan holatga duch kelib qolganman. O'sha universitetdagi bizni Braille'chani bilmaydigan professor domlalar shu ko'zi ojiz bolalar bilan ishlashayotganda haqiqatan ham muammolar bor ekan deb, men imенно o'sha auditoriyam bilan, ya'ni o'sha domlalar bilan gaplashganimda, ular rostdan ham qiyin bo'ladi shunaqa. Ota-onalar bilan gaplashganimda ham biz почти ko'z ko'r bolalarimizni anaqa o'sha ta'lim olishiga aralashmaymiz hisobda, chunki bilmaymiz ham ular nima yozyapti, nima. Misol eng anaqasi misol uchun insho yozib kelishdi, berishadi maktabda bizga. O'shaqada ko'zi ojiz farzandi bo'lsa, bitta oilani o'sha inshosini ota-onasi o'zi ko'zi bilan o'qiy olmaydi hamda Braille'chani bilmasa. Bu muammo rostdan ham borligini, fantaziya basligini tushunganimdan keyin shu Braille Recognition chiqarganman. Demak, chiqarganimdan keyin уже umuman organik ravishda 100 mingtadan oshiq anaqa yuklab olishlar buni anaqa tasdiqlab berishi mumkin. Birinchi narsa muammo topish, xullas. Ikkinchi qadamda yechimni shakllantirish deb ham prezentatsiyada bundan ham oldin jamoat tuzishni qo'ygan bo'lardim. Chunki siz misol uchun bitta o'zingiz bas, yana qaysidir odamni o'zingizni o'sha ideyangizga ishontira olsangiz, bu yaxshi anaqada, yaxshi signal. Ya'ni kimdirga aytyapsiz, qaysidir o'rtag'ingiz bor, o'sha o'rtag'ingizga davay mana shunaqa narsa qilaylik desa, hali o'rtag'ingiz ham o'zini prizmasidan qarab turib ideyangizga u zo'r ekan desa, o'sha kuchlaring ham 2 barobar ko'proq bo'ladi mana yechimni yasashga. Sizni o'sha ideyangiz anaqa validniligini, ya'ni yaxshi ideyaligini anaqa qilsangiz bo'ladi. Validatsiya qilsangiz bo'ladi. Yechimni shakllantirishda bitta zo'r anaqa bor. Savollarni berib ko'rishingiz kerak. O'ziga hozir u muammo qanaqa yechilyapti? Misol uchun aytaylik, siz dastavka programmasini qilmoqchisiz. Aytaylik, o'sha paytda odamlar dastavka muammosini aytaylik taksi orqali hal qilishayotgan bo'lishi mumkin. Misol uchun taksiga telefon qilib, aka, bizdan menga lavash olib kelib bering desa, olib kelib beradi-yu, bunday o'ylab qaraganda. To'g'ri, bir xil taksichilar yo'q, olib bormayman deyish mumkin, lekin men katta ehtimol bilan shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zbekistonda ham dastavkalar bo'lishdan oldin yoki restoranlar o'zi taksi chaqirib chiqarib yuborishgan. Endi buni o'ziga yarasha risklari bor. Misol uchun taksi
qanchalik u narsani issiq anaqa yetib borishi bor, keyin misol taksilar qabul qilmasligi bor, chunki taksilarni ishi bu odamni toshish, unaqa ovqat toshish emas. Shunaqa nima desa bo'ladi? Suvosti toshlarini topib, qanaqa plyus minuslari borligini topib turib, o'sha minuslariga yechim qilib ketish kerak. Yangi siz shakllantirayotgan yechimda, shunaqa bo'lib, misol uchun Express 24 bizdagi, keyin Uber Eats'lar bor global bozorda, Delivery Club, shunga o'xshagan proyektlar, startaplar chiqqan. Ular ham o'sha hozir qanaqa bu muammo yechilyapti degan savolni katta ehtimol bilan berishgan bo'lsa kerak. Texnologiya bas foyda haqida o'ylang deb yozibman. Bu ham muhim narsa. Misol uchun siz odamlarga texnologiya bermayapsiz, programma sotmayapsiz, siz muammoni yechimini sotyapsiz. Shuning uchun asosiy fokus o'sha programmani qanaqa chiroyli bo'lishi, qanaqa nimada bas, o'sha qulay bo'lishi, o'sha haqiqiy muammoni yechib berishiga qaratish kerak. MVP'sini qilish kerak. Sirazi anaqa katta produkt qilib yubormaslik kerak. Mana men e-kampusimda ham o'sha 3 oyda ichida unaqa zo'r programmani anaqa chiqarib yubormaganman. Birinchi versiyasi rosa ham anaqa baglari ko'p edi. Umuman hozir o'zim ko'rsam ham anaqa qilaman-da, haligi. Voy, shunaqa narsa qiluvdimmi deyman, lekin bu to'g'ri MVP chiqarishda. Agar men o'sha paytda e-kampusda o'sha birinchi versiyasini 3 oyda bas, aytaylik, 1 yilda chiqarganimda, o'sha balkim umuman hech kimga kerak bo'lmas, balkim universitetimiz o'zi chiqarib qo'yardi. Shuning uchun MVP chiqarishda anaqa tezkorlik juda ham muhim. Qancha tezroq chiqarsangiz, shuncha foydalanuvchilardan feedback olsangiz bo'ladi. Misol uchun keraksiz funksiyalarni ustida ishlamaysiz, naborot foydalanuvchilar xohlayotgan narsalarni qo'shishingiz mumkin bo'ladi tezroq. Foydani ko'rsatish ideal kod emas. Misol uchun qanaqadir arxitekturniy podxodlar qilib yurish shart emas MVP'da. Oddiy, tezda, даже vibe coding qilib yozib olsa ham bo'ladi. Hozir juda ham anaqa to'pga chiqyapti. Men ham bu yil o'zimga anaqa qo'yib olganman. Tezda startaplar qilib chiqarishda maqsad qo'yganman bu yilga. Shu vibe coding qilib tezda, bir hafta, 2 haftada produkt chiqarib, uni chiqarib test qilib olish. Chunki hozir shunaqa payt hamma tezlashib ketgan. Endi produktni 3-4 oylab yoki yillab qilish shart emas. Misol uchun sun'iy intellektlar bilan bemalol misol 3 oyda qilinadigan narsani bir haftada qilib olsa ham bo'layapti. Shuni qilish kerak. Men vibe coding, sun'iy intellekt yaxshi kod yozmaydi, unaqa deb o'tirish shart emas. Prosta tezda qilib chiqarish kerak-da, foydalanuvchilarga berish kerak. Ishlatadimi yo'q, ishlatmasa bo'ldi. Uni tashlab turib boshqa produkt qilsa bo'ladi. Shu narsani maslahat bergan bo'lardim. Test qilish. Endi foydalanuvchilarga berib ko'rish kerak, fikr mulohazalarini yig'ib, metrikalarga qarab, o'sha update'lar chiqarish kerak yoki bo'lmasam anaqadan ideyangizdan voz kechib yuborsangiz ham bo'laveradi. O'sha bu paytda hali kech emas, erta ham emas. Agar hech kim yaxshi marketing qilyapsiz, lekin foydalanuvchilar kirib turib, bu yaxshi-yu, undan ko'ra bu yaxshi-yu desa, siz o'ylashingiz kerak, o'shalar bilan konkurensiya qila olasizmi, yo'qmi, yoki sizga o'sha killer feature, siz o'ylagan killer feature odamlarga kerakmi, yoki kerak emasmi? Kerak bo'lmasa boshqa narsa qilgan yaxshi. Mana shu yerda bilinadi. Jamoatchilikka aytib berdim. Oxirida maslahatlash. Bu endi bu etapga chiqib qolgandan keyin o'sha sizda как minimum 100 ta anaqangiz bo'lish kerak. Baxtli foydalanuvchilaringiz bo'lish kerak. Iloji boricha 1000 ta. Ulardan feedbacklar olib turib, programmangizni salqinlab olganingizdan keyin o'sha reklama marketinglarga pul yoqishingiz kerak. Bu juda ham muhim narsa. Men o'zim shaxsan mana shu etapda qiynalaman har doim, chunki o'zi tabiatan men hacker, hasler odamlar bo'ladi-yu, men ko'proq hacker odamman. Men ko'proq ish anaqa produkt qilishni yaxshi ko'raman, lekin marketing qilishni uncha yaxshi bilmayman.
Lekin mana shu kerak. Men masshtablashishda juda qiynalaman. Albatta men qanaqadir nima desa bo'ladi, rekomendatsiya berishim ham qiyin, chunki o'zim ham endi o'rganyapman bu yo'nalishda. No, masshtablash juda ham muhim narsa. Hozirgi kunda produktdan ham muhimi masshtablash bo'lib qolgan. Misol uchun siz 3 oy 4 oylab qiynalib qilgan narsangizni kimdir bir haftada vibe coding qilib turib reklamaga, marketingga 1-2 ming dollar byudjet yoqsa, siz foydalanuvchilaringizni potensial siz foydalanuvchilaringizni olib qo'yishi mumkin-da, siz produkt qilguningizgacha. Shuning uchun shu marketing juda ham muhim narsa. Mana shu etapda siz katta ehtimol bilan investitsiya jalb qilsangiz ham bo'ladi. Hozir rosa ko'p venture fondlar ochilgan O'zbekistonda. Aloqa venture juda ham ko'p startaplarga pul beryapti. Oxirgi yilda bilmayman 30 tadan oshiq startapga pul berib yubordi shekilli. Men shu LinkedInda kuzatsalaring bo'ladi. Qanaqa proyektlarga pul berishyapti, ular qanaqa etapda, shunga qarab turib anaqa ish qilsalaring ham bo'ladi. Zo'r yana bitta etapi bor startapda. Hamma yo'qda boshlanish bo'lganda yakuni ham bo'ladi. Exit deyiladi startaplarda. Bu anaqa bu produktdan chiqib ketish. Mana misol uchun aytaylik, siz birorta produkt qildingiz, uni ishlatyapsiz, anaqa marketing qilyapsiz, kattalashtiryapsiz, aytaylik 100 mingta, 1 millionta foydalanuvchingiz bor, lekin siz har oyda kelayotgan pulni iloji boricha yana proyektingizga yoqishga harakat qilishingiz kerak-da. O'shunda masshtablashish, o'shunda oshasiz. Qo'lingizda pul qolmaydi-da. Misol uchun startapchilarda 100 ming dollar anaqa pul ko'tardi, 1 million valuation bo'ldi, startap qiymatiga ega bo'ldi. Mana hozir Zo'r TVda ko'pchilik ko'ryapti ham shekilli. Taqdimot degan ko'rsatuv chiqyapti. Erta misol uchun men sizga 1 million qiymatli 100 ming dollar pul beryapman, deyapti. Bu narsa u odamda, u startapchida 1 million pul bor, 100 ming dollar pul bor degani ham emas-da. Chunki u pulni startapiga sarflash kerak. Startapchida pul qachon paydo bo'ladi? Qachonki u exit qilsa, pul paydo bo'ladi yoki bo'lmasam proyekt shu darajada katta bo'lib, katta enterprise darajasiga chiqib, o'sha dividendlar kelishni boshlasa, ya'ni o'sha yoqayotgan pulidan ko'proq pul topishni boshlasa, o'shanda qo'lida qanchadir pul paydo bo'ladi. Lekin eng anaqa ommabop case bu kattaroq kompaniyaga sotib yuborish proyektini. Mana misol uchun meni ham orzuyim desam ham bo'ladi. Endi balki ushalar, balki ushalmas. Shu Braille Recognition degan loyihani OpenAI yoki Google o'xshagan kompaniyaga sotib yuborish. Nimaga? Chunki Google'da Google Translate degan produkti bor, uning ichiga chotki kirib ketadi Braillechaga tarjima qilish. Hozir yo'q narsa. ChatGPTga ham hozir misol uchun Braillecha tarjima qila olasanmi desangiz, qiyin deydi, lekin rasm tashib bersangiz, uzr, men qilmas ekanman rasmda, menga har bittasini nuqtalar qayerda turgan Unicode qilib yozib ber, kelmasang tarjima qilib beraman dedi. Ya'ni rasmdan anaqa qilib olmaydi, detection qilib olmaydi. Balki endi ularga qiziq bo'lib qolsa, meni loyiham menga qanaqadir offer berishi mumkin. Misol uchun tarixda bunaqa misollar juda ko'p. Masalan, Instagram 1 milliardga Meta kompaniyasi sotib olgan. Instagramda ham oddiy adashmasam ikkita programmistlar bir komanda bo'lib qilishgan. WhatsApp 19 milliardga sotib olgan. Buni ham o'sha Meta Facebook kompaniyasi sotib olgan. O'zimizning mahalliy bozorda ham 2019-yil PayMe'ni bilamiz. Hamma bilsa, ishlatib ko'rgan bo'lsa kerak. PayMe ham 2019-yilda birinchi o'sha 51%mi, 49%mi adashmasam TBC bankka 505 million dollarga sotib yuborgan. O'shanda PayMe'ni o'sha основательlarida shu Sarvar aka adashmasam asosiy anaqasi, founderi da pul paydo bo'lgan. Chunki bu pul уже sizni anaqa krovna заработанный pulingizda. Bu pulni misol uchun siz o'yingizga borib pochta 911 olsangiz, sizga hech kim ishlamadi demaydi. Chunki bu o'yingiz pulingiz, bu investitsiya emas, bu просто siz o'zingizni nimadir o'zingizni kompyuteringizni sotib olgandaqa gap. Uni xohlagan narsa ishlatsangiz bo'ladi. 2023-yilga kelib turib, mana misol uchun
50%ni 5 million dollarga TBC Bank sotib olgan bo'lsa, paymini 2023-yilga kelib 4 yil ichida 55 million dollarga qolgan 50%ni yana TBC Bank sotib olyapti. Bu degani Payme kompaniyasi o'sha 4 yil ichida, o'sha 2019 bilan 2023-yilda o'rtasida 10 baravarga anaqasi oshibdi, narxi oshibdi. Endi foydalanuvchilari oshgan, masalan, biznes partnyorlari oshgan bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga anaqani proyekt o'zini nimasi ham qiymati ham oshib ketgan. Ikkinchi bu anaqa redka bo'ladi. Redka sanaqa kam holatlarda bo'ladi, lekin IPO qilsa ham bo'ladi. Ya'ni proyektingiz o'sha katta enterprise darajasiga chiqib ketganda siz uni proyektingizni anaqa IPO ga olib chiqib anaqa aksiyalarini sotib olsangiz bo'ladi. Misol uchun, xuddi mana Apple, Google'da aksiyalari bo'lgandaqa, siz kompaniyangiz ham aksiyalar bo'ladi. Siz уже publichniy kompaniya bo'lasiz. Siz o'sha birzada o'zingizni kompaniyangizni anaqalarini qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni oddiy odam, misol uchun, uslovni aytaylik, Farg'onalik misol Muhammad Qodir ham siz kompaniyangizni anaqasini sotib oladi. Ulushini qanchadir o'sha aksiya ko'rinishida. Mana 2009-yilda Zoom anaqa qilgan, IPO qilgan, 750 million dollar pul anaqa olgan. Bu ham qanaqadir ma'noda o'sha proyektingizni qanchadir qismini pulga aylantirib olish. Misol uchun aytaylik, oddiy odam siz aksiyangizni sotib olganda, u pul o'sha proyekt kompaniyangiz qanchadir qismini evaziga to'layapti. Siz u pulni endi tabiiyki kompaniyani rivojlantirishga sarflashingiz kerak. Qanchadir foizini o'zingizga dividend qilib olishingiz ham mumkin. Chunki o'zingizda ham aksiyalaringiz bo'ladi, misol uchun o'zingiz kompaniyangizda dolyasi bo'ladi. Odatda 100% bo'ladi agar bitta founder bo'lsangiz. O'shanda o'zingiz ham misol uchun aytaylik, qanchadir 1% ni sotib olib turib, 911 olishingiz ham mumkin. Boshqa odamga sotib olib turib. Endi unaqa holatlar kam bo'ladi. Odatda founderlar ya'ni naqdlashtirish uchun sotmaydi kompaniyasini dolyasini. Bu ham bitta yo'li o'sha, agar sizga pul kerak bo'lib qolsa. Xo'p, oxirgi slaydim shu ekan. Endi men to'g'risi anaqa startaplar haqida unaqa o'zimdan juda aqlli odam deb qolib, haligi ko'p opiti bor startaplar bo'yicha unaqa gapirish niyatim yo'q. Juda ham ko'p anaqa zo'r resurslar bor. Startaplarni startap qilmoqchi bo'lsangiz, o'rganmoqchi bo'lsangiz, birinchisi bu Y Combinator Startup School. YouTube'ga yozsalaring, Y Combinator o'zining kanali bor, podpisatsiya qilsalaring bo'ladi. O'sha eng zo'r unicorn startaplar, masalan, Airbnb ham o'shadan chiqqan, Stripe o'shadan chiqqan. Uni bir paytlar o'sha Y Combinatorning boshlig'i Sam Altman bo'lgan, hozirgi kunda OpenAI kompaniyasining bosh direktori. Xullas juda ham zo'r anaqalar, juda aqlli odamlar. O'sha Startup School'da playlisti bor. Startup School degan qarti videosini ko'rib chiqsalaring bo'ladi. Ingliz tilida. Agar ingliz tilini bilmasalaring, yana ham bitta zo'r resurs bor. Bu Startup maktabi by Akmal Payziyev. Bilsalaring, Akmal Payziyev degan odam bor. O'sha Express-Motor, My Taxi degan O'zbekistondagi birinchi taksi agregator, birinchi dastavka qiladigan servis chiqargan. Akmal Payziyev ham exit qilganlar, anaqa Yandex kompaniyasiga Express-Motorni ham, My Taxini ham sotdilar. Anaqa adashmasam qilinmadi, publikatsiya qilinmadi сделкani narxi, lekin hozir mana misol uchun Akmal aka Amerikada yangi startapini qilyapti. Misol uchun o'ylaymanki, o'sha naqdlashtirgan, o'sha kompaniya sotgan puliga bemalol haligi bor, pulni o'ylamasdan yashab, yangi startaplar qilishga yetadigan anaqa chiqarib olganlar. Endi bilmayman, men tushunishim bo'yicha. Akmal aka Payziyevda ham o'sha startup maktabi degan o'zining kanalida, YouTube'da anaqasi bor, playlisti bor. Yerda ham juda zo'r anaqalar keltirilgan startaplar bo'yicha.
o'shani man ko'rishni maslahat bergan bo'lardim. Men o'zim ham ko'p narsani o'sha yerdan ko'rib, ikkalasini ham ko'rish kerak iloji boricha. Chunki Akmal akani ham anaqa ekspertizasi juda ham anaqa yaxshi. Shularni maslahat bergan bo'lardim. Endi agar mana shu etapgacha savollar bo'lsa, bemalol bersalaring bo'ladi. Bo'lmasam kontaktim ham menimcha qoldiriladi. Agar YouTube'ga qilsak, pastda qoldirsa yoki kommentariy yozsalaringni qarab turishga harakat qilaman. Agar savol, может, men o'zimga shaxsiy proyektlarim bo'yicha savol bo'ladi. Qanaqadir anaqa partnyorство takliflar tushib qolsa ham ochiqmiz bu narsaga. Rahmat eshitganlaring uchun. Sizga ham rahmat. Ajoyib suhbat bo'ldi. Prezentatsiyani oxiriga qo'shib qo'ysangiz bo'lar ekan, kontaktlarni. Ha, prezentatsiyani hozir prezentatsiyam tugab qoldi. Endi o'sha YouTube'ga qo'yib qo'ysa, hozir ekranga chiqaralarmikin endi. Menda bir ikkita savollar bor edi. Aha. Mana aytdingiz-ku, har xil proyektlar qilib turib, keyingisiga o'tib ketsa bo'laveradi dedingiz. Agar o'xshamasa, birorta loyiha o'xshamasa, keyingisiga o'tib ketadi. Endi o'sha o'xshamaganini qayerdan bilamiz biz? Endi u narsani o'zi bilish juda qiyin. O'zi aslida o'xshamaganini bilish, chunki o'xshagandek bo'lib turaveradi hamda bir xil proyektlar hali misol uchun siz o'sha 1000 ta foydalanuvchingiz bo'lsa, o'sha 1000 ta foydalanuvchingiz bilan yuraverasiz, bu narsa o'xshamadi degani ham emas. Nima qarasangiz, hali yuryapti ham degani ham emas-da, chunki o'sish bo'lmayapti. O'sish demak bitta joyda turibsizmi, bu tugashni boshlanishi degani. Endi bu narsani menimcha endi konkretni agar endi bunaqa nima desa bo'ladi, arosatdagi stejda yaqa olib turaylik, o'lyaptimi, o'lmayapti. Endi o'layotganini aniq bitta belgilaridan bittasi bu proyektingizni anaqa qildingiz, publish qildingiz, reklama qildingiz sizda foydalanuvchilar aytaylik, misol uchun mana bitta reklama qildingiz, $1000 pul yoqdingiz reklamaga. Proyekt anaqa saytingizga odamlar kiryapti. Anaqa degani retention degan narsa bor. Foydalanuvchilarning qaytishi. Agar yaxshi produkt qilgan bo'lsangiz, 5000 ta odam kirgan bo'lsa, хотя бы 2,5 mingtasi bir oy davomida aktiv foydalanib keladi. Хотя бы misol uchun bir oy davomida bir 2 marta kirar yoki 3 marta kirar. Bu o'sha bu endi kattaroq distansiyada bilsangiz bo'ladi. Misol uchun aytaylik, bir oy reklamani qildingiz, 5000 ta odam yig'dingiz, ikkinchi oyda hech nima qilmayapsiz-da, sizda 100 taga tushib ketdi yoki bir keskin tushib ketdi. Reklama qilsangiz ko'payyapti, keyin tushib ketib qolyapti. Unaqa holatlarda bu o'ldi degani ham emas bu narsa o'zi aslida. 5000 ta odam kirdi siz proyektingizga. Anaqa o'zi vaqti kirmaslik kerak. Agar hech kim kerakli narsa bo'lmasa, hech kim kirmaydi siz men reklama qilsangiz. Balkim o'sha odamlar boshqa narsani kutib kirgandir siz programmangizga, lekin topmagan o'sha kutgan narsasini. Bu narsani siz anaqa foydalanuvchilardan so'rab anaqa qilsangiz bo'ladi. Misol uchun o'sha 5000 ta odam kirgan bo'lsa, qanaqadir siz telefon nomerini yoki kontaktini olib qo'ygansiz u odamlarni. Misol uchun bir oydan keyin ham kirmayapti, ular bilan gaplashib chiqsa bo'ladi. Misol uchun so'rovnoma o'tkazsa bo'ladi. So'rovnoma shu programmamizga kirgan ekansiz, nimaga anaqa ishlatmayapsiz? Yoqmadi. So'rab ko'rsiz bo'ladi. Ular misol uchun sizga aytish boshlaydi. Bunaqa ekanu, pulli ekanu, deyish mumkin, qimmat ekan deyish mumkin. O'shanda u yurmadi degan narsa hali bitta dona qanaqadir metrika bilan bo'ldi, to'xtatish kerak ekan degan narsa bu juda ham anaqa nima desa bo'ladi, kompleksli narsa. Misol uchun yurmagani bu ideyangiz yomon degani emasda, uni qanaqadir noto'g'ri realizatsiya qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Foydalanuvchilarga kerak narsani qo'shib qo'ygan bo'lishi mumkin, kerakli narsani qo'shmagan bo'lishi mumkin. Bu narsani endi foydalanuvchilar bilan gaplashish kerak. Keyin boshqa narsa menga kerak, menga misol uchun 10 mingdan emas, 1000 so'mdan bo'lsa sotib olaman deyishadi. Sizda primerni anaqa bo'lib turadi. Siz
xohlagan sotmoqchi bo'lgan narxingizdan balkim arzonni xohlash ekan. Keyin siz hisoblab chiqasiz. Siz rasxodlaringiz qancha bo'lyapti? Misol serveringizga qancha pul to'layapsiz? Misol uchun komandangizga balki pul to'layotgansiz. Bunchadan sotsangiz o'zi qoplaydimi вообще degan narsa bo'lishi kerak. Agar o'sha unit ekonomikangiz ham ishlamay qolsa, ya'ni yoqayotgan pulingiz bilan ba'da topayotgan pulingiz bir-biriga nomutanosib bo'lib qoladigan bo'lsa ham, уже anaqa nima desa bo'ladi, biznes modelingiz o'zini oqlamagan bo'ladi. Balki boshqa biznes modelga ko'chishingiz mumkin. Qanaqadir arzonroq yoki bo'lmasam bepul boshqa narsadan pul qiladigan narsa. Endi hamma yo'lda qilib ko'rish kerak. Iloji boricha proyekt saqlab qolish uchun oxirida ham bo'lmasa, investorlar borib turib ham pitch qilyapsiz, ular ham xato topishyapti. O'shanda уже sen juda ham katta dorga osilib olding, eng batta konkurensiya ko'p, слишком qonli bozordasan deydigan bo'lsa ham, уже menimcha yo'qotib turib boshqa proyektni boshlagan yaxshi. Endi unaqa shoshilib yuborish ham noto'g'ri. Endi men prezentatsiyamda aytdim, test qilayotganingizda shoshib yuborish kerak dedim. U ham uncha to'g'ri nima emas. Tezda qo'rmaslik kerak, harakat qilib qolish kerak, o'sha ideyani saqlab qolishga. Meni tushunishim bo'yicha agar tortalmay qolsangiz, misol uchun hech kim ko'p rasxod qilib yuborgan bo'lsa, balki plyus tugab qolsa ham o'zi siz anaqa sizda tanlov qolmay qoladi o'zi, anaqa proyektni yopishdan boshqa. Shuning uchun shunaqa degan bo'ladi. Yopish mavzusi rosa qiyin o'zi. Bitta aniq javob bilan javob berib bo'lmaydi. Uzr, javob bera olmayman bu savolingizga. Misol hech kim ham bu narsaga individualni yondashishlarni menimcha har bitta anaqaga. Yo'q, bu yil, o'tgan yil 25-yil sentyabrda. Yo'q, $100 top, birinchi $100 chiqarganman. Yanvardami 2022da, misol uchun dekabrda chiqarganman, yanvardami, fevraldami уже Google AdMob menga $100 tushirib bergan. O'zini anaqasi bor-da, AdMobda reklama qo'ysangiz $100 ana thresholdi bor. $100 ga $100 bo'lgandan keyin yechib olasiz. $100 bo'lgan, $101 bo'lgandan keyin sraz yechib olganman, nima? U hali o'sha rostdan ham pulmi yo meni aldashyapti. Chunki u boshqacha anaqada, ощущениеda siz birorta kompaniyada ishlashingiz mumkin, ular sizga $1000 oylik berishi mumkin, programmist bo'lsangiz-da. U boshqa narsa. U misol uchun sizga qaysidir odam chista sizni xizmatingiz uchun pul to'layapti. Bu yerda programmist sizga pul topib bersa, boshqacha narsa-da. Xuddiki hali siz bitta anaqangiz bor-da, hali siz uchun ishlab yuradigan bitta odam bor. Siz ishlama qilmaganingizda ham hali pul olib keladi. Hozir Ecampus men uchun shunaqa narsa. Hali men oxirgi update'ni Ecampusga qachon chiqargan ekanman? Hozir men aniqni ko'rib beraman. Menimcha 30-oktyabr 2025da chiqargan ekanman, lekin undan oldingi update'imni 3-4 yil bo'lib ketganda. То есть men anchadan beri Ecampus o'sha Rossiyadagi Ecampusda уже ishlamayapman-da, anaqa produkt уже nima qilgan, chunki uni maksimal foydalanuvchilarga ham chiqib bo'lganman. Menda oshiqcha vaqt sarflashga nima yo'q, lekin o'sha foydalanuvchilar menga haligacha pul olib kelib turibdi-da. Bu вообще mazza narsa. Endi paytiga qarab, mana hozir mana yanvar oyida, dekabr yanvar oyida jicha pastroq bo'ladi, chunki bola kanikuliga chiqib ketadi, bayramlar bo'ladi. Mana kecha mana 6-kundan boshlab yana o'sha yaxshi оборотga chiqib qolibdi. Kuniga $15-20 atrofida pul topyapti. Bir kunda. Faqat anaqa kunlari, ish kunlari, ya'ni dushanbadan jumagacha asosan eng o'sha 10 dan ham deylik, 10 dan 25 gacha o'sha o'rtasida har kuni reklamadan pul kelib turadi. Bu o'sha anaqa Ecampusda 15 mingta foydalanuvchilar.
Braille recognition'da hozir monetizatsiya umuman yo'q. Faqat donatlar bor edi. Men Buy Me Coffee qo'yib qo'yganman. O'sha stranisamda ham kurslaring bo'ladi. Kimlar menga pul berganini endi tushib turadi erta ham, misol uchun 1-2 oyda $5-6 endi unaqa katta pul emas. No, u narsa Braille'da balkim aniq qilarman. Nima deydi? Premium versiyani qo'shib уже pul topishni boshlarman. Hozir komandamda anaqa odam ham qidiryapman, chunki o'zim uspet qilmayotganim uchun bir ikkita ideyalar bor. Unda ham yangilik bo'lib qolishi mumkin. Mana shu 1-2 oylar ichida yoki premium subscription qo'shamiz, yoki umuman programmani pulli qilib chiqarib qo'yamiz. Chunki analog bo'lmaganligi uchun hali pulli bo'lsa, sirasi sotib bittada, misol uchun $50-60 bo'ladi. Agar pulli bo'lsa, agar obuna bo'lsa, oyiga aytaylik $5-6 atrofida bo'ladi. Endi uni ko'ramiz. Chunki Braille'da organik anaqalar borda, kuniga 60-70 ta organik foydalanuvchi qo'shiladi Play Marketda o'zida. Har kuni. Bu yaxshi-da. Endi misol uchun kuniga 50-60 ta organik foydalanuvchi kelaka bo'lsa, men $50 dan sotadigan bo'lsam, yaxshi variant bo'lishi mumkin. Endi buni ko'rish kerak. Men hali qaror qilganim yo'q. No, faqat полностью bepul ishlayapti. Faqat chista pul yoqyapmiz Braille'ga, chunki serverga ko'p pul ketadi uni. Umuman sodержанияsi qimmatda u proyektni. Uni strategiya anaqa maqsad qanaqa bo'lgan? Braille'da uni o'sha aytganimdek kattaroq kompaniyaga email qilish bo'lgan. Endi u ham jazor ketgan yo'q. Balki bunaqa yaxshi harakat qila olmayotgandirman. O'sha aytganimdek, men hali programmani qilishni yaxshi ko'raman, lekin sotishni bilmayman. Может, men sotishni biladigan odam kerak. Men hali unaqa o'zimga yoqadigan, haligi bir yaxshi chiqib ketishadigan, bunaqa katta ishda bu, misol biror proyektni Google'ga sotib yuborish. Unaqa odam o'zi menimcha juda ham sanoqli bo'lsa kerak. Endi ular men bilan qalb topilmadi, xullas unaqa odam ochiqchasiga. No, o'zim harakat qilyapman, emaillar yozyapman, faqat hech qanaqa rezultat bo'lgani yo'q. Endi balkim bo'lib qolar. Balki 3-4 yilda уже qarag'adir yangiliklar chiqib qolar LinkedInda, Braille Recognition Google'ga, OpenAI'ga email qilindi degan bilmadim. Balkim da podkast o'ziga kelib turib, cho'tkilarsiz turib, bilmadim. Bo'lishi mumkin. Yaxshi niyat, yarim mol bo'lishi mumkin. Endi men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman. Men o'zi shaxsan o'zim produktga juda ko'p e'tibor berib boraman-da. Даже men misol uchun shu e-kampusda ham 3 oyda chiqarganman deyapman. Uni ertaroq ham chiqarib yuborishim mumkin edi. Men bir narsalarni to'g'rilaganman. Endi oxirida o'zi hali sabrim chidamagandan chiqarib yuborganman. No, ko'p produktlarimni haligi nima deydi? Ideal oxirigacha zo'r bo'lsin, MVP sizlarga hozir aytgan narsamga o'zim uncha anaqa rioya qilmasam kerak deb o'ylayman. Misol uchun, yaxshi qilgim keladi, yaxshi qilib turib keyin chiqargim keladi. Keyin buni bitta minus tarafi bor. O'sha narsa juda ham anaqa разочарование bo'lib qoladi. Qachonki siz zo'r narsa qildingiz, chiqardingiz, odamlar uni ishlatmasa, anaqa bo'lib qolasiz hali. Voy! Disda emotional damage kattaroq bo'ladi. Nimaga? Chunki mana misol uchun siz agar baribir bu anaqa yaxshi chiqmadi, anaqa agar noto'g'ri yomon otizlar olsangiz programmangiz haqida MVP ni tezda qilib chiqarib olganingizda, o'zi misol bir haftada bir oyda qilib qo'ygan narsa, конечно, kamchiligi bor deydi. To'g'rilashni boshlaysiz, unaqa sizga katta damage bo'lmaydi. Men endi produktga ortiqcha mehr qo'yib yuboraman, o'sha ham kerak emas. Misol uchun hali aytishadi-yu, men
mani programma mana ikkinchi farzandimdek bo'lib qolgan, unaqa ana mehr qo'yib yuborish ham kerak emas deb o'ylayman. Men o'shanaqaman. Ikkinchi mehr qo'yib qo'yaman. Shuning uchun ham haligi odamlar noto'g'ri kritik anaqa bir narsani nima qilsa, aytaylik, feedback bersa menga, men uni qabul qilishim qiyinroq bo'ladi. O'zi yaxshi degan, lekin unaqa bo'lmasligi kerak. Har bitta siz foydalanuvchingizni atrofida anaqa bo'lishingiz kerak, produktingiz atrofida emas, foydalanuvchingiz atrofida. Ya'ni nimani desa, o'shani qilib berishingiz kerak. Men misol uchun o'sha e-campusda birinchi versiyasida anaqa bo'lgan. O'zim oranjiviy rangni yaxshi ko'raman, nimani, apelsin rangni. Apelsin rang bo'lgan interfeysida e-campusda. Keyin odamlar anaqa qilishni boshlagan. Hali apelsin rang vashi anaqa, lekin men chista subyektivniy, menga chiroyli ko'ringan u narsada. Boshida o'zi yaxshi, chiroyli qilingan, nima deb olishganman foydalanuvchilarim bilan, lekin men o'ylab qarasam, oranjiviy rang hammaga ham yoqmasligi mumkin-da. Shuning uchun haligi produktga mehr qo'yib qo'ymaslik kerak. Ya'ni produktingiz rangi misol uchun anaqa bo'lsa, foydalanuvchilar oq rangni xohlasa, foydalanuvchilar xohlagan narsani qilish kerak. Endi bu eng oddiy misolda, endi rang misolida. Umuman boshqa anaqalarda ham, sohalarda ham shunaqa, misol uchun qanaqa funksiyani ular xohlashyapti, lekin siz bu narsa kerak emas deb o'ylayapsiz. Bu sizni anaqangiz emas. Siz foydalanuvchi bo'lasiz, foydalanuvchini gapini qilish kerak. E'tibor berish kerak bo'lgan narsa shu, foydalanuvchilarning feedbackiga e'tibor berish kerak. Keyin marketingga juda katta anaqa e'tiborni qaratish kerak. Pul yoqishdan qo'rqmaslik kerak. Marketingga yoqsangiz, sizga yo'q deganda feedback keladi, informatsiya keladi. Agar foydalanuvchilar ertaga 5000 ta odam kirib turib chiqib ketgan bo'lsa, zo'r deganda sizda foydalanuvchi paydo bo'lib qoladi. Keyin o'sha aytaylik ozgina bir 10 ta baza qo'yganingizdan keyin o'sha yag'iga sekin organikada o'sha sarafanli radio ishlab anaqa bo'lib ketishi mumkin yana. Shu marketing bilan produkt, birinchi navbatda marketing, keyin produkt, keyin foydalanuvchilar. Produkt emas, foydalanuvchilarning gapi bilan marketing. O'zi bitta anaqa ham bor edi, termin ham bor edi, MVP ga o'xshagan. Minimalniy komandadagi a'zolarni anaqasi M bir narsa bilan boshlanardi. U ham minimal MT bir narsami? Короче, aniq esimda yo'q, lekin bor narsa, Google chiqsa kerak. Minimal jamoada bo'lish kerak bo'lgan narsa. Bu ikkita. Bittasi o'sha hard skill bor odam bo'lish kerak, o'sha hacker odam bo'lish kerak. Ikkinchisi umuman bilish kerak emas anaqani. Ya'ni sizga kod yozishga yordam berish ham kerak emas. U odam prosta misol uchun bloger bo'lishi mumkin. Qanaqadir bloger ham bo'lmaydi, qanaqadir hali kirishimli odam, odamlarni ishontiradigan odam. Shu ikkita odam bo'lsa yetadi. Oxirgi paytlarda mana hozir aytyapsiz, tendensiya o'zgaryapti, sun'iy intellekt chiqyapti, produktlarni anaqa qilyapti, deyapsiz. Hozir mana shu ikkita narsa oldin minimum mana shu ikkita narsa bo'lishi kerak edi. Komanda anaqa zo'r startap qilish uchun. Hozir mana shu bitta odami bo'lmasa ham odamlar startap qilyapti, uchyapti ular. Misollar ko'p bunaqa. Hacker odamlar kerak bo'lmay qolyapti. Ya'ni hard skill kerak bo'lmay qolyapti. Chunki hard skillda misol uchun sizga aytaylik reklamniy rolik kerak. Mana Google VIO ga kirasiz, promptingizni yozasiz, sizga Google VIO anaqa reklamni rolik qilib beradi. Sizga MVP app kerak. Appni
misol uchun aytaylik Cloudy kodiga yozyapsiz yoki bo'lmasam GitHub Copilotga yozyapsiz yoki ulardan ham oddiyrog'i mesela Google AI Studioda app builder bor, Lovable bor, V0 platformalar ko'p. O'shalarga ideyangizni yozyapsiz, u qilib beryapti, siz MVP'sini olib turib foydalanuvchilarga beryapsiz, qanchadir traction qilib olyapsiz. Investorlarga chiqyapsiz-da, mana produkt chiqardim, mana qildim. Siz investitsiya ko'tarib olyapsiz, o'sha komandangizga pulga ishlaydigan foydalanuvchilar, anaqa programmistlarni olyapsiz. Bu ham anaqa Rossiya ham populyarni bo'lib qoldi hozir, chunki sun'iy intellekt o'sha hard skilllarni requirementini ancha tushirib berdi-da. Ya'ni hard skilllar anaqa required bas hozir startup qilish uchun. Mana Farg'onada Qatta bor degan anaqa bor, startup qilayotgan bitta Izzatullo degan aka bor, o'zi bloger bu aka. Qatta nima borligini blogida anaqa qilib ketadi. Ko'rsatib ketadi. Misol uchun mana bu yerda zo'r tortlar qilyapti, mana bu yerda zo'r shashlik qilyapti ekan deb turib, misol uchun, yoki mana bu yerda zo'r barbershop bor ekan deb turib, blog qiladi, kontent qiladi, 100-150 mingtami podpисчики bor. U aka Farg'onada bitta programmistlarning komandasiga anaqa qildirgan, sayt qildirgan. 1 yildan beri ular qilishadi. Короче, o'ziga yoqadigan narsa hali ham chiqmadi-da. Hali tezdan chiqib ketyapmiz, bu bo'lib, byudjet tugab qolib, o'sha proyekt yarmigacha yetib, quladi. Ular bilan ishlari yaxshi yurmadi. O'sha Izzatullo aka bilan gaplashganimda, vibe coding qilib ko'ring, degandim. O'sha Google Copilot'da o'zi ular bu narsalar qilib YouTube'lardan ko'rib turib, hozir qayerda bordi, полностью o'zi vibe coding qilib, ulardan ancha progress oshib ketdi-da. U aka ham nima qilmoqchi, umuman programmirangni bilmaydi. Mana 1 oyda ichida shu qayerda bor nuqta, hozir kirsalar ham bilmayman, balkim ishlayapti, balkim ishlamayapti. Mana kirsalaring ishlayapti ekan ham, endi ishlama yo'q ekan. Uni mana shu sayti полный anaqada vibe coding bilan o'zi qildi. Zo'r natija. Endi ertaga buni yana bitta joylarni to'g'irlab turib, ozgina o'zini blogi bor, blogida chotki reklama qilib turib, anaqa foydalanuvchilarni to'plab, qanaqadir traction qilib turib, ishda borib Aloqa Venturesga bitta pitch qilib bersa, pitchda zo'r qiladi, odamlar bilan zo'r gaplashadi, anaqa chista xaslar odam. Unga hakerni keragi bo'lmadi. Mana endi ko'ramiz buncha qanaqa uspeshni bo'ladi, uspeshni bo'lmaydi. Bu lokalniy o'zimiz Farg'onadagi odam Izzatullo aka, misol uchun, hali o'ylab topilgan odam emas yoki chet eldagi odam emas, Farg'onadagi odam shunaqa qilyapti. Endi chet elda uspeshli keysda bunaqalar juda ko'p haligi. Programmirning ham bilmasdan turib, prosta o'sha vibe coding qilib startaplar qilgan anaqalar ko'p. Hozir shunaqa anaqa trend ham bo'lyapti. Men ham o'shunga qiziqib qolib, hozir startaplar qilaman deyapman. Bu yil ko'pgina startaplarni tez-tezda qilib zapus qilib, что men marketing skillimni oshirib olgan, shunaqa qilmoqchiman. Bilmayman qanchalik o'xshaydi, o'xshamaydi. Chet elda ham shunaqa nimalar ko'payib ketdi. Misol uchun YouTube'da men o'zimni startapimni qilyapman. Anaqa 1 oyda qilib zapus qilib, уже yopyapti yoki dalshi rivojlantiryapti, fail bo'lsa yana yangisini qilyapti, shunaqa. Hozir zamon tezlashib ketdi. Hali oldingidaqa 1 yillab, 2 yillab o'tirib, keyin yana kutib, yana investorlarga chiqib, unaqa emas, hozir tez-tezda qilsa bo'ladi. O'sha siz aytgandek sun'iy intellekt anaqa tezlashtirib tashladi, osonlashtirib tashladi bu narsani nima qilishdi. Men to'g'risi global qilish yaxshiroq deb o'ylayman. Osonroq, tezroq zapus qilsa bo'ladi, anaqa pul to'lash qobiliyati ham ko'proq davlatlarga iloji boricha, mana misol uchun Amerikani bozoriga yoki Yevropani bozoriga anaqa startap qilish
birinchidan osonroq ham qandaydir ma'noda. Nimaga? Chunki mana misol uchun juda ham ko'p integratsiya qilsa bo'ladigan texnologiya, misol Stripe'lar bor, misol uchun pul mana aytaylik, O'zbekistonda siz startap qilyapsiz, unga podpiskani ulamoqchisiz, pul to'lashni ulamoqchisiz. Sizda Stripe to'lab qo'yadigan bo'lsangiz, Visa karta bilan ancha-muncha odam to'lalmaydi. Siz klik to'lashingiz kerak. Klik to'lash uchun anaqa qilishingiz kerak. MChJ ochishingiz kerak. MChJingizni anaqa qilish. Короче, valakitasi ko'p. Anaqada bo'lsa, misol chet elda startup qilaman desangiz, pul anaqa qilaman desangiz, misol Stripe'ga bitta to'lab qo'yasiz, unga даже MChJ ham kerak emas. Просто pullarni qabul qilaverasiz. Shunaqa servislar ko'p, anaqa mana oson tarafi, mana shu tarafi, shunaqa integratorlar, servislar ko'p rosa ham, ular ishlaydi o'sha chet ellarda. Minus tarafi o'sha konkurensiya bo'lishi mumkin. Plus tarafi auditoriya ko'p. Misol uchun karvon uzun rizqi bo'ladi deydi-ku. Misol uchun qanaqadir siz o'sha bozor ichida o'zingizni bitta qismingizni ishlab olishingiz mumkin-da. O'zbekistonda eng shakllanayotgan bozorga kirib foydalanishdan o'rgatgandan ko'ra anaqaga nima desa bo'ladi, global bozorga qilsangiz bo'ladi. Lekin ideyangiz ham kreativniy bo'lishi kerak o'shanga yarasha. Bilmayman, menimcha o'sha global bozorga anaqaroq bo'lsa kerak, osonroq bo'lsa kerak. Именно consumerskiy segmentda, consumerskiy programma qiladigan bo'lsa, ya'ni oddiy odamlarga programma qiladigan bo'lsangiz. Agar biznesga programma qilmoqchi bo'lsangiz, menimcha mahalliy bozorga qilganingiz yaxshiroq. Nimaga? Chunki bizda mahalliy bozorda talab anaqa oshib anaqa bozor nisbatan kattaroq, chunki pul to'layman degan kompaniyalar, pul to'layman degan odamlardan ko'proq. Chunki kompaniyalar anchadan beri programmalarga pul to'lab kelyapti, odamlarga nisbatan. Ularda to'lov anaqasi madaniyat shakllanib qolgan. Shuning uchun ham hozir ko'p e'tibor berayotgan bo'lsalaring, anaqa venture fondlar ham imенно mahalliy bozorda ishlayotgan bo'lsa, shu B2B proyektlarga, anaqalarga ko'p investitsiya beryapti. Chunki ular rostdan ham pul to'laladi. Consumerskiy produktlarga juda kam anaqa beryapti. Mana misol uchun men ham Brand Recognition'ga aloqa ventures bilan gaplashganimda ikkita sabab ko'rsatgan menga pul bermasligiga. Birinchisi bu consumerskiy produkt qilganim uchun men. Chunki odamlarga sotyapman men, biznesga emas degan. Ikkinchisi degan auditoriyasi slishki kichkina degan. Ko'zi ko'ra odamlar kam degan. Ana shu ikkita sabab bilan menga investitsiya berishga отказ qilishgan. Bo'ldi deganman, okey deganman. Siz bo'lmaysiz, boshqasi deganman. Endi qidirib yuribmiz hozir investitsiya. Короче, consumerlarga O'zbekistonda ichida o'sha bizneslarga programma qilish, startup qilish kerak. Globalga chiqmoqchi bo'lsangiz, consumerlarga qilsangiz ham bo'ladi. Biznesga ham qilsangiz ham bo'laveradi. Ikkalasida ham bir xil qiyinchilik bo'lsa kerak menimcha. No consumerskiy rынок chet elga. O'zbekiston ichida anaqa qilib o'tirish shart emas menimcha. Tushunarli. Bitta gap bilan aytganda, B2C bo'lsa chet elga, globalga, B2B bo'lsa biznesga bo'lsa mahallaga. Da, endi meni qarashim bo'yicha. Menimcha ham to'g'ri fikr. Savollar bormi? Javob. Kim u? Savollar bo'lmasa, menimcha tugatsak bo'ladi. Zo'r suhbat bo'ldi. O'zi siz bilan anchadan beri gaplashmagandik. Deyarli hamma narsani bir ko'rishamiz, xudo xolasa. Deyarli hamma narsani bilsam ham o'zi shunda ham ma'lumot oldim qisman. Ajoyib suhbat bo'ldi. Xursandman, qanaqadir berilgan bo'lsa. Endi meni anaqamni jiddiy juda ham anaqa qabul qilib, endi asosan xavfsizroq gapirishga harakat qildim, qanaqadir ba'zi narsalarni gapirishga, chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsalaring, o'sha aytganimdek, Y Combinator Startup School yoki bo'lmasam Akmal Fayziyevni startup maktabi. Bu eng zo'r anaqa resurslar ko'proq ma'lumot olish uchun.
Rahmat hammaga. Rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, katta rahmat. Yaxshi dam olinglar. Mayli.